8 gram metanol gomologi tarkibida 6 Na elektron mavjud. Qaysi aldegid ekanini hozircha bilamizmi? Bilmaymiz. Demak, ana shu ikki sondan foydalanib biz aldegidni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu aldegidga 4,48 litr vodorod qo'shib katalizator ustidan o'tkazilganda qancha reaksiya mahsuloti olinadi? Xo'p, ko'ramiz. Demak, shunchaki CN2NO deb qaraymiz. Aldegidning umumiy formulasi bu. Demak, 10,8 gramda dedi. 6 Na elektron. Demak, buni umumiy emiri 14N plus 16 bilamiz, ha? 14N plus 16 bo'lsa, elektronni. Uglevodda 6 elektron bor, bilamizmi? Ya'ni 6-tartib raqamda turadi. 6 elektron bor, vodorodda birsi bor. Jami mana shunda 8N bor. 8N plus 8 bo'ladi. To'g'rimi? Endi chetamiz, 6 ga ko'paytiramizmi? Yo qisqartiramizmi? Ixtiyorlarimiz. Mana shuni ishlash kerak. Menga desa qisqartirib tashlayman. 10,8 ni 6 ga bo'lib bo'ladimi? Bo'ladi. Bu tarafda 1,8 qoladi. 1,8 qoladi bu qismda. 10,8 ga ko'paytirgandan ko'ra men 1,8 ga ko'paytirishni ma'qul ko'raman. Bunda 1, bu yerda 1,8 bo'ladi. Tushundikmi? Demak, ko'paytiramiz. Buni ham qisqartirsak bo'ladimi? Shart emas, yaxshi. Mana buni ham qisqartirishimiz mumkin, daha chiqaringlar. Shu qatori bilan 2 ga qisqartirishimiz mumkin. 7N plus necha bo'ladi bu? 8, bu 4N plus 4. Endi bo'lib ko'paytiraman. 7N plus 8 teng 4N ni ko'paytiraman. 7,2 N plus 7,2. Demak, nima qilamiz endi? 7,2 o'tadi bana 8 bo'ladi. Bu 0,2 N bo'ladi. To'g'rimi? 0,8 mi? Shunda N teng 4 bo'ladi. Yana shu yangi masala deyil. Bu tonal chiqdi. Bu tonalni nima qilamiz endi? Ushbu aldegidga dedi, qaranglar. O'shancha miqdordagi aldegidga dedimi? Uni demadi, ushbu aldegidga dedi. 4,48 litr vodorod qo'shib katalizator ustidan o'tkazamiz. Demak, S4H8O ga vodorod qo'shib katalizator ustidan o'tirsam, spirt hosil bo'ladi. S4H9OH degan. Demak, bundan 1 mol o'tkazganda 22,4 litr o'tkazganda edi, chiqaradi. Necha bo'ladi? 46 ga 14, 60, 74 mi buni emeri? 4,48 da 2 marta katta, 10 marta kichik. Necha? 14,8 gram. Tushundikmi? Bu javob to'g'ri.